Qidirib yuribman ish, o'ynab yurganim yo'q. Mana internetda ko'rdingizmi? Ishlov saytini. Hammaga ish bor ekan. Ishlash? Ha, bitta gaplashib ko'ring. Ko'ring. Yana ikkita rolton bilan bitta buxanka non ko'tarib keldingizmi? Qachon siz ham yaxshi narsalar ko'tarib kelasiz? Jonimga tegib ketdi bunaqa yashash. Bilasizmi? Men ham ayollarga o'xshab yaxshi kiyingim keladi, yaxshi yegim keladi. Qachongacha mana bunaqa narsalarni yeb o'tiramiz? Siz ham erkak kishisiz-ku, yaxshi ham bolamiz yo'q. Bo'lmasam bilmadim hozir nima yerdik. Uyalmaysizmi? Ya bundoq siz ham ishlasangiz bo'lmaydimi yaxshiroq joylarda? Qarang, o'rtoqlarim yaxshi joylarda ishlashadi, yaxshi kiyishadi. Men bo'lsam yiliga islomiy maqajoy kiyib olganimmi? Nima qildingsan? Ishlab topib kelyapman-ku. Shumi topib kelganingiz? Shumi? Qachongacha? Har doim sabr qil deysiz. Yo, nima qildingsan? Nima qildingsan? Mana Qidirib yuribman ish, o'ynab yurganim yo'q. Mana internetda ko'rdingizmi? Ishlov saytini. Hammaga ish bor ekan. Ishlash? Ha, bitta gaplashib ko'ring. Ko'ring. Assalomu alaykum. Donos qiz jamoasiga. Hozir men sizga O'zbekistondagi global muammolardan bittasiga yetib Lexus'dan firmamizga. viloyatlardan kelib ishlash. Ishlashda yangi ish. Marketing do'konimizda 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish nimadan iborat? Ko'rib turgan do'kon. Ishlash. Hozir Hozir. Telefon raqami. oyligimiz 3,5 million. O'zingizning qobiliyatingiz va bolalar bilan ishlashingizga qarab oyligingizni oshirish. Oyda 4 million ishimiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Raqamlarni ishlash saytidan olgan edim. Aha. Ish kerak edi menga.